Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan biz o'tgan marotibada inson shaxsiyatining o'sha idrokiy mantiqiy darajalarini psixoterapevtik yo'l bilan tahlil qilishda qisqacha mazmunga ega bo'lgan suhbat amalga oshirgan edik. Va idrokning mantiqiy darajalari texnikasida 6 ta iyerarxik tuzilishi bor, ya'ni 6 ta qadam bor. Bu qadamlar ketma-ketligi inson haqidagi ko'pgina ma'lumotlarni egallab olish uchun yordam beradi. Bu kanalimizni kuzatayotgan mutaxassislarga, psixolog mutaxassislarga, talabalarga yoki har bitta shaxsning o'ziga juda katta ma'lumot olib keladi. Deylik, shu idrokning mantiqiy darajalarining aynan birinchi qadamini tahlil qilsak, bu atrof muhitni tahlil qilish deb beriladi hamda 4 ta savolga javob berish kerak bo'ladi. Misol uchun, men kimga o'xshayman? Menda nima bor? Men qayerda yashayman yoki ishlayman? Meni qanday odamlar o'rab oladi? Mana shu 4 ta savolga shaxsning javobi olinib, tahlil qilish natijasida agar shu 4 ta savolga ham shaxs tomonidan berilayotgan javoblar salbiy bo'lganda, demak bu odamda psixologik xizmatga muhtojlik deb topiladi. Hamda ushbu savollarga berilgan salbiy javoblar uchun inson shaxsini korrektirovka qilish, uni tuzatish, psixologik mashqlar bilan emas, balki uning atrof muhitini to'g'rilab olish bilan boshlanadi. Deylik, agar sizning mijozingiz yoki sizning o'zingizda shunaqa salbiy javoblar bo'ladigan bo'lsa, demak bu uchun eng birinchi navbatda biz o'zimizni qayta chizishdan boshlashimiz kerak. Ya'ni nima qilamiz? Birorta yangi kiyim sotib olish mumkin, sartaroshxonaga borib soch turmagingizni o'zgartirishimiz mumkin yoki sayohatga borishimiz mumkin, yangi do'stlar bilan tanishishimiz mumkin va shular jumlasidan uyimizdagi birorta mebelni sinib qolgan joyini tuzatishimiz yoki daraxt tanalarini oqlashib, umuman olganda atrof muhitimizda kosmetik o'zgartirishlar yaratishimiz kerak. Ana o'shanda bizning atrof muhitimiz o'zgarganda bizning ruhiyatimiz ijobiy tomonga qarab o'zgarishni boshlaydi.